Parijdeki müşük. Abdori Rana Gopur. Momay közlerimge tikilip durup sözleşke başladı. Cloris, sen meni bir yıl ilgiri izlep gelgendin. O çağda kesilin iğirleşip, ahırkı basqıçqı berip qaptiken. Birsiga bergen sözün boyunca bir müşük bulup, onun yeniga qaytışınga yardam qilishimni so'rading. Men yordam qildim. Sen 8 jining bilan natijani tegishgan eding. Endi yana bir hojat bilan kepsan. Ammo senda men bilan tegishkidak hech nima qolmadi. Men sana bekorlik yordam qila olmayman, tatlığım. Qo'yuq bir tumanning ichida qolgandek bo'ldim. Ko'rinib turibdi-ki, Momayning sehri rostla yomon ekan. Menda u degan ishlar haqida hech qanday aslim qolmabdi. Endi qanday qilishimni bilmayman. Eng oxirgi bir umid chirig'im shamolda qolgan jin chiroqdek bir pildirlab o'chib qoldi. Xo'shlashib, yenib chiqdim. Ko'chaga qaytdim. Sofiya bir nechta mushuk bilan paranglashib turibdi ekan. Yiroqdan meni ko'rib, qo'lini pulanshdi. Men uningga birdam qarab qo'yib, keynimga yandim. Ümidsizlik qoplagan yuzimni uningga ko'rsatgim yo'q. Uyga qaytib chiqdim. Darizamdan kirib, ko'pchak chiqib yotdim. Sebastian tushdan keyin bilan paydo bo'ldi. O uyga kirib, odatim bo'yicha uni eshik oldida kutib olmagan meni ko'pchak ustida bayqab, yenimga keldi va qo'lini beshimga uzatdi. Men chaqalliq bilan beshimni tortdim. Dumbamga uztibdi, o'rnimdan sakrab turib ketib qoldim. U buni qandoq tushandi bilmadim, munchiq kirib ketdi. Yaxshi bo'ldi. Men puroq sezgur. U g'alit purab qapti. Turmushimiz davomlashaverdi. U ishlaydi, men qolaman. U qaytib keladi, tamoq yeymiz, uxlaymiz. Ba'zi kechalari u qaytib kelmaydi. Men munarga qarab yotaman. Birli yangilik bor. U bo'lsa-mu tamdagi qizning rasmiga uzundan uzun qaraydigan bo'lib qoldim. U tonish ham natonish. Baxtlik ham baxtsiz. Hayot ham o'lik. Sofiya bilan qayta uchrashganimda u so'ramasammi, orzuyingning ishqa oshmag'ini bilib turibdiman, deb so'z boshladi. Men uningga Momayning so'zini aytib berdim. Uning ko'zlari paqirab ketdi. Bilatdim, mushundaqligini, zodi bir qiliqlaring bizga o'xshamaydi. Ammo shuncha yo'lni besib borgandikin, nemishqa qanday qilsang bo'ladiganligini so'rab olmading? dedi. Dedi shu, tegishli narsa bo'lmasa, amal yo'q deb. Bo'ldila, boshqa gap bo'z qilishalichu, dedim. U bu ishni uningga qo'yib berishimni aytdi. Men uchun qandaqli bo'lsa o'xshash bo'lg'achqa ma'qul bo'ldim. Yomg'irliq bir shanba kuni tushdan keyin Sebastian bilan men kresloda o'ltirib dam ilayotdik. U kino ko'rayotgan, men uning yonida uxlayotgan. Uning qo'li mening dumbamni silayotgan edi. Cloris, dedi u. Beshimni ko'tarib uningga qardim. U menga qarab o'tibdi. Ammo tamdagi rasmdagi menga. Bugun seni yo'qtib qo'yganimga 400 kun bo'ldi. 100 kundan 4 bo'ldi. Hayotingning oxirgi vaqtlarida sana bergan va'dam bo'yicha bu mushukni beqib oldim. Ham ismini
Kloris deb qo'ydim. Ondan burunqidek turmushimni davomlashtirmoqchi bo'ldim. Bu oson emaskan. Har bir qizni sen bilan selishtirman. Deyishgan so'zlarimizni xuddi kitob o'qigandek qayta o'qib chiqaman. Hatto sening ismingni chaqirib solaman. Yana qanchalik vaqtdan keyin sen yo'qayotqa ko'nib qolarman. Qachon tushlarimga kirmas bo'lasan? U bularni davatqanda men ko'zimni ichib anglab yotdim. Qurbitim yetsa, uning beshidan quchoqlab, chochlaridan so'ygim bor. Ammo bu hayotimda bu menga nisib bo'lmaydigan o'xshaydi. Kloris, men boshqa yerga ko'chib ketish qaroriga keldim. Balkim buning oz-poz yordami bo'lib qolar. Vaqt kelganda mushukni ham bu rasmingni ilib ketmayman. Nima? Ketaman? Meni tashlab qo'yib? Beshimni ishtik ko'tirdim. Buning oldini olishim kerak. Atsi bir amal qilib Sofiyani izlab bordim. Ham uningga ahvolni tushuntirdim. U men bilan birga Momayning yeniga berishga ma'qul bo'ldi. Ikkimiz Momayning heliqi o'nkirdak qorong'i uydagi yumaloq ustalda o'ltirganimizda Sebastian ko'chib ketishning tayyorligini boshlab bo'lgan edi. Momay Sofiyaga qarab so'zini boshladi. Tegishkidak bir narsa bo'lganida sana yordam qilishni xohlayman. Mening mavjudligimmi shuning uchun. Ammo qayta insonlikqa qaytishing mumkin emas. Balkim uni unutib ketishingga yordamim tegar. Yo'q, uni unutib ketkim yo'q. Uningga erishkim bor, dedim. Agar Klorisni odamga aylantira olmasak, Sebastianni mushukka aylantira olamdik. Sofiya so'z qistirdi. Momay ikkimiz uningga burildik. Kloris mushuk bit qilaversa, Sebastian mushukka aylansichu. Ular birga bo'la oladi-ku. Bu mumkin. Ammo buning haqqini qandoq to'lamoqchisizlar? Sofiya man qardi. Men har bir tal moyimdan umidsizlik, ilojsizlik, yelinish tapchirab chiqayotgan bichar holda edim. Sizlar insonlar bakmi g'ayri maxluqlar ekansizlar. Tashqi qiyofatinglarni hisobga olmaganda o'xshashli bir jonliq-ku u er kishi deganing. Ruhi deb turib olishlaring qiziqda. Nima u ruh degan? Qandoq shaklda, qandoq rangda, qandoq tamda? Nimaga foydasi bor? Sana yo'liqqanim hayotimdagi eng cho'ng talaysizlikka o'xshaydi. Men 8 jinim bilan u chiroyliqingni sening qo'lingga tutqizay. Yo'q Sofiya, buning qo'shilmayman. Seni bundaq qilsin debmi umid kutmagan edim. Bu mening ishim, o'zim hal qilay. Bo'ldila, qanday hal qilsan? Kunda o'likdek yashapma. Qani men bir ko'ray bu muhabbat deganlarning qanday bo'ldig'ini. Ammo arzimas bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa. Xo'shalliqda Sofiyaga o'zimni atdim. Momay kulib ketdi. Andin asboblarni elib chiqib, sehrni o'qishga boshladi. O'rganib olmasliginglar uchun tafsiloti berilmaydi. Sofiya bolka do'koniga men uyga qaytdim. Sebastian narsalarni yashikka qachlatib ekan, meni ko'rib. Kloris, bak to'l yo'qab ketadigan bo'lib qolding. Men mengacha sen bilan uzoqroq bo'lib olg'im bor edi, dedi. Kim biladi,
Мәңгі тұрып қаламсан дехе, дәп мияңладым. Ақырқы нәчі күн Себастьянны қанға чүпіріп алдым. Әгер bir күні o müşk qiyaptida көз алдымда пайда болса, пұрап болсымы тонып елішім керек-та. Оның таярлықлар бүтті. Еліқі рәсімні рамкадан чықырып, bir yerге ивәтті. Bir cümə күні түштен кейін Себастьян мені көтіріп, бұрынғы орнымға әкіліп қойды. Yolda o meni қойнығы селіп алды, һәм бірдәм бешімгі сөйіп қоятты. Мен мо томшықымны оның еңекеге, yüzіге тәккізіп қояттым. O meni қавақханның алдығы қойып, кейнігі бұрылып кеткенде София енімді еді. Себастьянның кейнідін қарап тұрғынымда София: "Yığılmacımı? Çünkü mən ayrılış qaygısıdaki adamga qandaq təsəlli berishni bilmeymen," dedi. Mən yığılmadım. Çünkü o qaytib keladi. Turmuş öz ritmiga tushdi. Mən qaygı içida g'ayri normal turmush kechiraman. Onunğa bo'lgan seg'inishim ham uning qaytib kelishiga bo'lgan andisham nafaslarimgacha singib ketdi. Sofiya mendan hech nima so'ramadi. Oningmo bu xil holatni buzg'isi kelmadi bo'g'ay. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun. Men biladigan sonlar doirasida sanoqni sanab bo'ldim. O yo'q. Sofiya ikkimiz momayning bizni aldab qo'yganiga butunlay ishongan kunlarimizning birida jidalxo'r Leo bir natunish mushukni boshlab yenimizga kelib qoldi. "Bu yangi kelgan mushuk ekan, ismi Colby," dedi. Sofiya ikkimiz bir-birimizga qarab etdik. Men asta mengib Colby'ning yeniga keldim va uning atrofini aylangach, uningga yaxshi sap saldim. Ondan uni asta purab baqdim. Burnimga ishonmay yana puradim. Sezgimning meni aldimag'iniga jazm qilgandan keyin Sofiyaga ma'nili qarab qo'ydim-da, mag'rur holda Colby'ga burilib: "Ismingni yoqtirmadim. Sebastьян deb o'zgartayli," dedim. O menga qarab: "Xolig'ining bo'lsin," deb ko'zini qisdi. Hikoya tamom.